duolar ijobat bo'ladigan kechada turibmiz. Alloh subhanahu va taolodan iltijo qilib so'rab qolamiz. Allohumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a va arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allohim, sengagina duo qilamiz. Ushbu duolar ijobat bo'ladigan kechada o'zingdangina so'raymiz. Robbim, haqiqatni haq deb ko'rib, shunga ergashadiganlardan qilgin. Nohaqlikni nohaq deb bilib, shundan chetinadiganlardan qilgin. Allohim, masjidlarimizni, kitob-u sunnatni seni maqsadingga muvofiq yetkazadigan ahli ilm, qori qurrolar bilan obod qilgin. Allohim, masjidlarimizni toat, ibodatlar, taqvo, go'zal xulqlar bilan obod qilgin. Allohim, ushbu mehrobimizdan kitob-u sunnatni sen rozi bo'ladigan, seni maqsadingga muvofiq yetkazadigan ahli ilmlarni uzmagin.